Bizda aqlli kotellarimizni yonish tartiblari tevadan pastga qarab yonuvchi kotel. Vertniy горение deyiladi. Zapravkani qilib, o'tni tevadan yoqiladi bizda. Ba'zi bir klientlarimiz bu narsalarni bilishmas ekan, shuni tushunchasini ozgina berib o'tib ketmoqchimiz. Bizni kotellarimizda zapravkadan oldin tagiga o'tin ham hech narsa solinmaydi. Birinchi shu og'zini ochib turib, ko'mirni to'ldirib, mana shu urving. Shu pastki eshikda ro'parasiga ko'mirni bosib olib turib, keyin ustiga o'tin tashab yoqiladi. O'tin ilashib olgandan keyin eshigini yopiladi-da, ventilatorini qo'shib qo'yishaveradi. Yonida ventilyatori bo'ladi, bu yerda termodatchisi bo'ladi, tayyor holatida. Shu termodatchidan necha gradus kerak bo'lsa, shu gradusga qo'yib qo'yishsa, shu gradusdan o'tkazib ham bormaydi, tushirib ham bormaydi. Keyin biz tavsiya qilamiz, bu kotelimizga ko'mirda ham sortida juda katta farq bo'ladi. Belolma ko'mirlarni tavsiya qilamiz, areshkasini yoki karajara, shunaqa nomli ko'mirlar bo'ladi. Shularda kotelimiz uzoq vaqt va effekti yaxshiroq bo'ladi. Bu angren ko'mirlarimizdan ko'ra. Angren ko'mirlarimiz jicha sifati kam, o'rtacharoq, yonishi tezroq bo'ladi. U angren ko'mirlarni olib kuniga 3 marta zapravka qilgandan belolma olsalaring kuniga 2 marta zapravka qilasizlar xolos. Angren ko'mirlari bilan biz tavsiya qilayotgan belolma ko'mirlarimizni narxlari bir xil. Biz qimmat ko'mirni tavsiya qilmaymiz. Ba'zi bir klientlarimiz u qimmat ko'mir basmi degan savolni ham berib qolishadi-da, yo'q. U ko'mirni narxi angren ko'mirlarimiz bilan narxi bir xil. Chunki u faqat kotelga moslangan ko'mir bo'lganligi uchun xalqimiz ichida u xadavoy emas. Shu kotel yoqadiganlar ko'proq ishlatadi xolos u ko'mirimizni. Shuning uchun narxlari angren ko'mirlarimiz bilan bir xil bo'ladi. Bu 150 kvadratga yetadigan aqlli ko'mir kotellarimiz narxini ham aytib beraylik. 6 million 700 ming so'm bo'lyapti 16-noyabrga. Bu 250 kvadratgacha yetadigan kotelimiz 7 million 700 ming so'm bo'lyapti. Bu 350 kvadratgacha 8 million 700 ming so'm bo'lyapti. O'g'lim, nima qilyapsiz? Ha? Menga qarang. Nima qilib yuribsiz? Boring ichkariga kiring. Kimga shunaqa ko'mir kotellar, gaz kotellar kerak bo'lsa ham yoki arzonroq variantda ko'mir kotel kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsalaring, pastda nomerlar qoldiramiz. Batafsil ma'lumotlarni yana tushuntirib beramiz. Bizda birinchi qo'l optim narxlari ishlab chiqarish o'zimizda noldan boshlanadi. Hozir apparatimizda bitta